Assalomu alaykum qizlarjonlar. 108 texnikasi juda ko'p insonlarda zo'r effekt bergan texnika hisoblanadi. Bu gal men sizlarga uni aynan avtomobil va kredit uchun qanday yozilishini tushuntiraman. Allohim menga yorug'lik tezligida aynan sana aytasiz, mumkin 1 yildan keyin, mumkin 6 oydan keyin. Misol uchun 2026-yil fevral oyida men orzuyimdagi Gentra avtomobili, rangi qora bo'lgan avtomobilni hayotimga kirib kelgani uchun minnatdorman, shukronalik keltiraman. Alhamdulillah deb yozasiz. Bunda qaranglar, birinchi sana Allohim qanaqa ketyapti? Allohim men hayotimga yorug'lik tezligida 2026-yil fevral oyida qora rangli Gentra kirib kelgani uchun minnatdorman, shukronalik keltiraman. Alhamdulillah dedingiz, bir marta yozdingiz shuni. Buni bir marta yozganingizdan keyin 108 marotaba o'qiysiz har kuni. Agar yoshingiz 40 dan baland bo'lsa, buni siz 41 kun davomida bajarishingiz kerak. Agar siz 35 yoshgacha yoki 30 yoshgacha bo'lgan davrda bo'lsangiz, ya'ni 29 shu yoshgacha bo'lsangiz, ya'ni 30 dan o'tmagan bo'lsangiz 21 kun bajariladi. 30 yoshdan tepalar 41 kun bajarish kerak. Ya'ni bir marta yoziladi va bu har kuni 108 marta o'qiladi. Qarz uchun esa, qarz uchun Allohim men shuncha miqdordagi qarzimdan men shuncha vaqt ichida 3 oy, 5 oy, 4 oy yoki sana qo'yasiz. Buni ham bemalol, misol uchun 2025-yil dekabr oyiga qadar dekabr oyining 15-sanasida to'lab bo'lganim uchun minnatdorman, shukronalik keltiraman. Alhamdulillah deb bir marta yozasiz va buni 108 marotaba men tepadagi aytganimda yosh kesimiga amal qilgan holatda o'qiysiz. Natija ishonch bilan bajaring. Ishlashiga 1000% ishonch bilan bajaring, ishlaydi. Chunki bugungi kunda juda ko'p o'quvchilar bundan foyda ko'rdi. Yo'q joydan uylar olishdi, qarzi to'landi, avtomobil olishdi va sizda ham bu mo'jiza bo'ladi. Muhimi ishonch.